7 oy deganda bitgan uchastkamiz. Qo'l mehnatini qadrlaganlar uchun sizlarga juda ham chiroyli qo'l mehnatida tayyorlangan sokil granitlarni bitta obzor qilib beramiz. O'rtog'imning ishi ko'rishlaringiz mumkin. Niyat qilib bitta like bilan qizartirib ketsalar, sizlarga bitta obzor qilib beramiz. Bu ko'cha taraf ko'rinish bo'ladi. Ko'ringlar. Вообще qo'l mehnat chaklari вообще moshniy kelgan. Oldi fasadlar bo'ladi. Mana bular ham toshdan, hammasi toshdan bo'ladi. Ishlab qo'yilgan qo'l mehnat. Like bossalarni ichkarisilarga ko'rsataman. Bismillah. Ichkarimiz bo'ladi. Ichkarimiz ham birga bir bo'ladi. Ko'rishlar mumkin. Mana shu narsalar hammasi ustaga bitta yopishtirilgan, ha bular ham. Bitta yopishtirilgan. Mana bu narsalar chaklarni ko'ring, ahamiyat bering. Hammasi bitta yopishtirilgan. Mana shuni holatga kelgan ko'rishlaringiz mumkin. Bu ichkari ko'rinishimiz bo'ladi. Kimgadir shunaqangi eng asosiysi narxida emas, sifatida. Misol uchun ko'ringlar, hamma joy burchaklari, mana bu chaqlangan joylari hamma joyi kelganda, eng asosiysi sifat. Keyin narx kelishilgan holatlarda uchastkani ob'yomiga qarab turib bitgan. Mana shu uchastkamizga hop 7 oy deganda bitta ustoga shu. 7 oy deganda mana shu holatga keltirib berishdi. Oldi ko'rinishlari. Qo'l mehnat, hammasi qo'l mehnat. Mana shular ham hammasi to'r burchak narsa, mana bunda qirlari qilib juda ham qo'l mehnat. Qo'l mehnat, hamma taraf qo'l mehnat bo'ladi. Oldi ko'rinishi. Xo'p. Ustaga buni ham o'zlaring qildilaringmi? Mana buni qaranglar, rakabinami bu? Rakabina. Ishlab qo'y. Mana bu narsalar ko'ringlar. Hammasi qo'l mehnati. Hammasi mana shu ustakamizda o'zlari noldan tayyorlagan. Kimgadir shunaqangi hop, granit, sokil xizmat, shu kafel bo'yicha liboy xizmat bo'lsa aloqaga chiqaveradi. Pastga nomerlar qoldiramiz. Tezda aloqaga chiqing. Sizlarga sifatli qilib tayyorlab beradi. Mana shu videomiz agar ko'p prosmotr olib yig'sa, nechta uchastkamiz bor? 1 yilda nechta uchastka bitirgansizlar shunaqa? 2 ta. Bu bilan 3 ta bo'lyapti. 3 ta uchastka bitirilgan. Xudo xohlasa sizlarga uni ham obzor ko'rsatamiz. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.